بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الاسم إلى مقصور ومنقوص وسخيخ. اسمنا مقصور ومنقوص وسخيخ تقسم لنشه. وينقسم الاسم المعرب إلى مقصور ومنقوص وسخيخ. معرب اسملار قسم لنا مقصور منقوص سخيخ. فالمنقوص ما كان آخره ألفا لازمة كالهدى والمصطفى. Maqsur ism oxirida lozim tutuvchi alif bo'lgan ismlardir. Mana al-huda hidoyat, al-mustafo mustafo. Wal manqus ma kana akhiruhu ya'an lazimatan maksuran ma qablaha ka ad-da'i wal munadi. Manqus ism bo'lsa oxiri lozim tutuvchi yo bo'lgan va u yodan oldin kasra bo'lgan ismdir. Mana doi chaqiruvchi, munadi bu ham nido qiluvchi. Was-sahihu ma laysa kazalika. Sahih ism bo'lsa mana shu ikkoviga o'xshagan bo'lmaganligidir. Mana ka shajarin daraxt va kitabin kitobga o'xshash. Amsila misollar lil maqsuri alif maqsuralik ismga al-fata yigit, ar-rido rozi bo'lmoq, al-hava havo xohlamoq, an-nava niyat qilmoq, al-asa bu tayoq hassa, al-ula oliylik, al-muna orzu, al-aza aziyat, an-nada sahiylik, ar-raha tegirmon toshi. Lil manqusi manqus ismlarga misollar al-qozi qozi, al-mufti mufti, al-hadi hidoyat qiluvchi, al-ali oliy bo'luvchi, al-muqtadi ergashuvchi, al-mu'tadi haddidan oshuvchi, al-jani jinoyatchi, al-mutanahi qaytuvchi to'xtovchi, al-mutaghali haddidan oshuvchi, al-muktafi kifoyalanuvchi. Birinchi izohga qaraymiz. Bu oxirida lozim tutuvchi alif deyilgan izoh bo'lyapti. Aboni biz Abo Zaydin deganda buni maqsura alif demaymiz. Chunki bu alif o'zgarib turadi vov yoki yoga. Mana aytiladiki Abu Zaydin, Abi Zaydin, Zaydning otasi, Zaydning otasini deganga o'xshagan. Ikkinchi izohga qaraymiz. Bunda manqus ismni yo lozim tutgan oldingisi kasra bo'lgan deb ta'rif berildi. Bundan ana Abi Zaydin bu Abi bu yerda ham manqus ism bo'la olmaydi, chunki yuqorida aytdik bu o'zgarib turadi va shu kabi zabiyun, sa'yunda ham oldingisi yodan oldingisi kasra bo'lmaganligi uchun buni ham manqus ism demaymiz. Tamrinun mashq. أين الأسماء الصحيحة والمقصورة والمنقوصة في هذه العبارات. Bu iboralardagi sahih ismlarni, maqsura, manqus ismlarni tayin qil. Ayahsabul insan an yutraka suda. Alloh taoloning so'zi inson uni behudaga tashlab qo'yiladi deb o'ylaydimi deganda mana istifhom yahsabu fe'l insoni foili an yutraka jumlasi bunga maf'ul bo'ladi. Sudan mana maqsur ism bo'ldi. Al ilmu khayru muqtana va a'zabu mujtaba bihi yadnul qasi va yadinul asi. Ilm qo'lga kiritilgan narsaning yaxshirog'idir va yig'ishtirib olingan narsaning shirindir. U sababdan uzoqdagi kishi yaqin bo'ladi va osi itoatkor bo'ladi. Al ilmu mubtada, khayru muqtano izofa bo'lib turib xabari bo'ladi. Muqtano mana maqsur ism va a'zabu mujdabo atmat mujdabo ham mana bu maqsur ism. Yadnu bu qosi bu manqus ism. Yadnu fe'l qosi foili. Yadinu bu ham fe'l, osi bu foili, bu ham manqus ism. Va ma tilka biyaminika ya Musa. Qo'lingizdagi nima ey Musa? Bunda mana Musa bu maqsura ism. Inna fi zalika la ayatin li ulil nuha. Albatta mana shunda aql egalari uchun dalillar bor deganda inna huruf mushabbaha fi zalika bu jar majrur bo'lib turib xabar muqaddam la ayatin innani isma li uli jar majrur ulil nuha man nuha ismi maqsura. At-taqva shi'arul abrari. Taqvo yaxshi kishilarning shioridir. At-taqvo mubtado yana maqsur ism, shi'arul abrari izofa bo'lib turib xabar. Mayyarkan ila salamati la yatlubul maali. Kim salomatlikka suyanadigan bo'lsa
oliylikni talab qilmaydi deganda man ismi shart, yarkan fe'li shart, ila salomati jori majrur. La yatlubu fe'li nafi, ma'ali uni maf'uli bo'ladi-da, ma'ali noqis ism.